Assalomu alaykum. Bugun 1-may Juma kuni 2026-yil. Namangan shahar 6-mikron Kozosopeda To'rov oldama. Endi o'zimni tanishtiraman. Men mashina yurganimga 31 yil bo'ldi. 95-yil mart aprelda mashina yurganimcha 15 yosh edim. O'z yoshim 46da. Men 80-yili 1-iyul oyida 7-oy 1-chislada 46ga kiraman. Men shu mashina yurgan mehnatlarim hammaga yoqdi. Blogerdan qilaman yurgan mashina. Men yurgan mashina reklama qilib tanishtirib o'taman. Mana bo'ldi. Raqamga turizmni oldindan bitdi. To'g'ri? Ha, o'zim ko'rsataman. Raqam san bergan pulni ko'rsataman. Oldindan beribsan turizmni. Bo'ldi, gap yo'q. Yo'l bo'pti. Ha, yurgan mashinamni reklama qilganim uchun. Reklama ko'rishni Ha, hammadan ko'p beribdi. Shuna qilib ag'gam olib turaveraman yurgan mashinani. Ko'rsatma to'riz bergan bo'ladi. Ko'rsatmayda. Endi ana olgan kunimda. Ha, glavni tushibdi. Bo'pti. Ha. Hop, endi tugatganimni aytaman. Mana men yurgan mashinani reklama qilib, tanishtirib bo'ldik. Hop. O'zim mashina egasi pul bergan ko'rsataman. Oldindan turizm bergan aka. Mana qilib qo'yganman ichiga taxlab. Mana egasi oldindan turizm berdi. Ha shunga roziman endi. Ha yurgan mashinam yo'qdi. Mashina yurganga pul olmayman, hammasi reklama buni ichida. Endi yana qaytaraman. Men mashina yurganimga 31 yil bo'ldi. 95-yil mart aprelda mashina yurganimcha
Ina bir yillaki 96-yillarda mo'ykaxona ochildi. Namangan birinchi men mo'shni ish boshlaganman 15 yoshda. 80-yili 1-iyul oyida tug'ilganman. Bu yil 1-iyul oyida 46 ga kiraman. Unda 15 yosh edim. Endi ro'g'lasa yana qilgan mo'shni yuvib, reklam qilib, orzaroq qilaveraman. Xo'p. Bugun 1-may juma kuni 2026-yil. Namangan shahar 6-mikron Kosonsoy-Peta To'ronbank oldaman. Men yurgan mashinani yuvib, artib, reklama qilib, tanishtirib, ijod bajarib tugatdim. Mana bo'ldi.